Assalomu alaykum akalar, ukalar. Xudo xolasa bitkazib berdik akamiznikini. Bu o'ziga Siroj akamizning mebellari. Mana funksiyalarini ko'rsatamiz. Eshik ochilib, yopilish mexanizmlari. Hammasi chastayda nasosga qo'yilgan hammasi. Bu burchaklik ham hech qanaqa xalaqit bermaydigan qilingan. Bu tomonlari ham tepalari bo'lingan. Hech qanaqa xalaqit bermaydi ochgan paytida buradi. Bu nima xotinimiz tepasini ham ochirakdan qilib qo'yibmiz. Keyingi bo'lsa pastgani ham pastki qismimizni ko'rsatamiz. Bo'linishlari hammasi asosli. Keyin burchagi, ko'pchiliklar burchagi shunday qo'yadi, lekin biz unaqa qo'ymaymiz. Chekkani ham, ichkariga ham nimadir qo'yishga mo'ljallanganda yo'qlar. 5 litrli yog' qo'yishi mumkin. Magnetli qo'yilgan, ichga bo'lmayapti. Skromli ko'rinish uchun bu moykamiz tarkibida. Bunga narsa qo'ysa bo'ladi, bemalol. Bu tortmalarimiz. Tortmalarimizni nasosga o'zi tortadi. Mana bu tepasi ham. Tortmalarimiz ochilish jarayoni. Ichki qismi shukur. Keyin bu dimoqotimiz ikkita motorli qo'yilgan. Yaxshi tortish uchun. Kimga qanday uy egalari uchun tavsiya qilganimizda yaxshiroq tortadi. Ikki motorli. Bu keyin gaz kontrol deyiladi. Gaz kontrolimiz masalan bir qandaydir gaz chiqmoqchi bo'lsa, gaz o'zini-o'zi o'chiradi. Ichkarilarni ko'rsating gazimizni. Grill, bemalol foydalansa bo'ladi, sixlari bor ichiga. Bu gazimiz bilan tepadagi dimoqotimiz 4 million so'mga tushgan. O'shani tavsiya berganmiz uy egalariga, akalarimizga. Spichatka hammasi o'zi. Hammasi spichatkasi o'zini. Keyingi bosqichimiz mana bu moykamiz bo'ladi. Bu moykamizni ham 3 yil, 4 yildan beri qo'yamiz. O'zimiz tavsiya beramiz. Zo'r chiqyapti bu. Qulayliklari xohlagan joyga boradi. Keyin kapilar ham o'ziga nimalar solinadi. Mana buni o'zim tortilgandan keyin kaplar o'zini quyuqlay solinmaydi, sal suv qo'shib solinadi. Shu yerga. Bu moykamiz ichiga bu anavisi qo'yilgan o'zini. Bonusga. Sog'aladi. Mana akalar, bitkazib oldik. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, sifatli, mustahkam bizga ham murojaat qilaverasizlar.